Bo'ldi. Langman qilaylik deb apam usta qaras qilib bir taksi langmanni soldi. Aka ola dedim. Pakiz yapıldı. Şundan dadam aka parat o'g'il bo'ldi degach ikki taksi aka. Aka bor aka salom alaykum. Yana bir taksi langmanni yedi. Apam 3-chi qitimda parat cho'pimni basaqam, seyimmi ba, qasli qilib nima qilma, eshikdan salaymi dedi. Ada bo'ldi davatdi, taksi apamning qo'liga chiqib bo'ldi-da. Chaqda men laqamning tegiga yetibdiman-ka. Laqman pag'man yap shuni. Dadam gap boshladi. Men aldirib ketib borman. Amde parat ukam sizning nomingizni angilgan, bugun men balamning sababi bilan yaxshi tanishdik. Bu ufqangni biz o'qiydisak, unmida ya bir hunar kasb qilsak, unmida mushu chaqchaqni yaxshi ko'rdik-a. Bir keyingi sizlar bir tarbiyalab, mushuni bir mundaq bir odam qilib qo'ymamsa dedi. Va bo'ldi aka, bu inim istiqboli bor. Buni men zada tirishib, bu yaxshi chaqchaq bo'lib ketadi bu. Davat apam aytadiganlik nashtaga men buda xamsayvilarni bir aytgan chayli qilaymi dedi. O paratkamning xamsaylar bilan cho'rt chiqishamaydi ekan. Bu xamsay qismingizmi bo'ldi, biroq ro'zaxoning to'nilishi sal kechikib ketadi. Mening to'nilishim qamoqqa munosabat o'qiyotdi. Dedi dadam, bo'ldi, mama ata qara qo'yni so'yibla, paratga go'sht yesibla dedi. Voy, bu tayyorli bu to'nilib ketdi. Nima ishni to'nilib ketdi mavotiga. Meningdan katta to'nilib ketdi bu dedi. Kechida to'kpokni yondirib qo'yni dadam ishkimiz ochiqib, so'yib oldik. 3 kun turdi paratkam. Hilqi qo'yning go'shi emas, o'pkisi bosh pachaqlarim tugdi. Pakiz deb 3-chi kuni dadamlarga va'da berdi-da. Endi aka bu ro'zaxonni men cho'qim to'ntitma. 3 kungacha bir xabar bermoq, Urumchiga bir dey chiqirdigan bir ish bor. Dey chiqqan kilo ro'zaxon ishni ko'tarilib ketdi dedi. Voy, parat ukam rahmat, opam o'jim rahmat. Parat men to'g'ashni e'lon deb nurg'on so'q salom bilan yo'lga soldik. Bu 3 kun bo'ldi, paratga menga tilpa urib, Urumchiga mangimiz deydingga. Bu 3 kun menga 30 yil bilinib ketib bordi qara. Ishensanglar, tilpunimni oqshimiz tutib yotdim-a. Paratkamdan telefon kelib qolsa, dedi, alamay qolmaydi. Ishon, men rost gap, ikki odam keldi telefon urib qo'yganki, 10.86 urib, telefonimning pulini so'raydigan bo'lib ketdim. Tinji bu kelib paratkam aloqa qilamay qolmisan debchi. Ikki odamdan so'rashib qo'yganki, urma, va yaxshimisiz? 10.86 emas, ha. Mening telefonim necha pul bor aka? 954 ming pul bor aka. Bo'ldi, ma'qul. Bunun bilan ish chiqib ketam, telefon kelganda yana urma. Va yaxshimisiz? Ya mening telefonim necha pul aka? 840 ming pul aka. Ha, ma'qul xo'sh. Ikkinchi kunlari 1 soatda bir telefon urdigan bo'ldi. 10.86 ga. Voy, ha. Mening telefonim necha? Voy, baba, basum alikdan pul bor, bo'ldi, ansirmanga bo'ldi. Qizib etdim-ey, 10.86 ishlaydiganlarni. Hem tinji bu qamsun deyman-da, bu paratkam bilan dey chiqirgan ish bor. Ay 3-chi kuniga borganda ursam bo'lib, "Voy, nima? Nima sen gapsiz? Ay tinji qilib o'zim tilib ish qilib buni nima? O'choq tilpini xo'sh." Meni xemindan chiqib ketibdi 10.86.